Hop, bu obyektimizga ham diki jaluzisini qo'yib berdik. Bu zamonaviy ham qulay bo'lgan narsa. Bu ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa, ya'ni splashnoy joyimizga ikkiga bo'lib, ya'ni qo'yib berganmiz. Ikkita chetida mexanizm bo'ladi. Hozir sizlarga iloji boricha tushuntirib ishlatib berishga harakat qilamiz. Buni afzalliklari juda ham yaxshi. Odamlar buni endi tushunyapti. Endi mana zakazlar juda ham ko'payib ketyapti. Ya'ni o'sha dikiga bo'lgan, ya'ni qiziqishlar yana ko'p joyga borsangiz, zamirlarga faqat shu dikini so'rashyapti. Ishlatishni yana tushuntirib beramiz. Katta joyimizni splashnoy qilib bo'lmaydi. Mexanizm qiynalib qolganligi uchun ham sizlarga ham qulay bo'ladi, ham mexanizm yengil yurish uchun ikkiga bo'lib berganmiz bu narsani. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Afzallik tomoni juda ham ko'p bo'ldi. Mana bitta zanjiri bo'ladi. Bu yerda yonida yana bitta ipi bo'ladi. Buni xohlagan paytingizda mana den qilib qo'yasiz. Bu yarim ishlaydi mana. Ko'rayotgan bu mana hozir holati den paytida bo'lib turibdi. Bu yerda xuddi shunaqa holat qildirsa, mana ko'rgan bo'lsangiz, har bitta kusokida bu yerda mana setkasi bo'ladi. Ana oldinga o'xshab zebralarda ana dennoch bo'lardi-ku, yorug' o'tib turardi 50% gacha. Bunda ham xuddi shunaqa holat. Xohlagan paytingizda yorug' qilib qo'yiladi. Bu vazifasi tashqarida turgan odam deyarli ichkarini ko'rmaydi, lekin ichkarida turgan odam mana 50% ya'ni xona yorug'roq bo'lib turadi. Ham quyosh ham yopib beradi. Ko'rganingizda, ya'ni qulaylik tomoni, misol uchun pardalarda bilgan bo'lsangiz, bu yoqqa surasiz-ku. Bunda zo'r tarafi, misol uchun oyna ochmoqchi bo'lsangiz, mana joyidan mana ochiladi-da, mana bu yoqqa bundoq qilinib turib, oynangiz ochib qo'yiladi. Ko'rganingizda mana oyna ochuv. Bu yoqqa bundoq tushirib yuborasizlar buni. Tushirilgan holatda ham setkasidan bu yerda shamol, havo o'tadi, ham tashqari yopilib turadi. Deyarli bu xohlagan payt xuddi shu narsa qilib turib mana yopib qo'ysangiz, umuman ko'rinmaydi. Juda ham qulay. Agarda misol uchun kimgadir, ya'ni o'shani kir yoki boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, bu narsani splashnoy hammasini olib yuvish shart emas. O'zini kusoki bor. Har bitta kusoki mana shu dog' bo'ldimi, bo'ldi, shuni olib alohida yuvsangiz bo'ladi, bemalol. Ko'rganingizdek, zo'r tomoni, xicham tomoni mana splashnoy turibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar, parda. Bitta dona mexanizm bilan, ya'ni o'sha mana den holatga tortgandan keyin bitta dona mana shu kichkinagina rolik bilan yengildi, mana shu yoqqa yig'iladi mana. Ko'rayotganingizda mana hech qanaqa narsaga xalaqit qilmaydi. Alohida kichkina, ham chiroyli, kompaktni bo'lib turadi. Ochuv joy bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shu narsa mana. Yengil, juda ham yengil mana. Kompaktni ikkita yonida turadi mana. Oynangiz ochuv mana. Qulayliklar zo'r, chang bo'lmaydi, chang yig'maydigan narsa. Pardani effektini beradi. Hozir telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku. Misol uchun hayotda qo'yganingizda juda ham chiroyli, vidli bo'lib turadi. Keyin yana bitta narsasi bor. Bunda pardada o'zi bilsanglar, skladka juda ham muhim o'rin o'ynaydi. Bu har bittasi razmer bo'yicha ronda bo'ladi. O'shani hisobiga ham skladkalar ham ronda bo'lib chiqadi mana. Shu holatida mana o'sha mana buni yopib qo'ydik. Bu yarmini ishlatamiz mana ko'rasizlar mana. Yo'qida mana noch qoldi. Bu yoqdan xuddi shunaqa qilib, xuddi tortib, ya'ni yopib, kerak paytda xohlagan paytda mana bunaqa qo'yiladi mana. Splashnoy yopildi. Bo'ldi?